Assalomu alaykum. Kechirsizlar, kechikib ketdi. 10 minutda boshlayman deb telefonimni tanshab qilolmay, topolmay naq maydon qildigan chiqmasdim. Har narsa. Unasi bugungi naq maydon shu qisqachalam bu sürgün hükümet başlagan imza ve bu to'g'riliq yani tushuntirib bir narsalarni deyish uchun naq maydon qilyapman. Biz zammamiz bilganda hozir dunyoninki qutblashib ketayotganini ko'ryapmiz. Xitoyninki qaysi davlatlar bilan put tepishayotganini, qaysi davlatlarni oqsiq sevayotganini, Sharq Turkistonda bizning xalqimizning nima bo'lib ketib-qolganini, nima kun ko'rayotganimiz, qanday yo'qolib ketimizmikin deb qanday bir endişe ichida turayotganimiz. Bu hammamizga ayon, buni so'zlashimning qilcha hojati yo'q. Bu hammamizning ko'zimizga ko'rinib turayotgan bir narsa. Ya'ni hozir Uyg'urlar, mundaqcha aytganda Sharq Turkistonda Uyg'urlar bu dunyodagi do'zaxni yashayotdi desak bo'ldi. Shunday bir holatda turyapmiz. Bunday bir holatda bir qismlarimiz ya'ni umidsizlanib, baribir mumkin bo'lmaydi, bizning ishimiz bo'ldilar, jinim baqay deb jim turib, yani qumning ichiga beshini tiqqandek. Chunki bunda bo'layotgan ahvol bor. Yani bir qismlarimiz yana davomlashtirib menish kerak degan ahvol bor. Endi biz qanday qilishimiz kerak? Yani biz nima qilishimiz kerak? Nereden başlashimiz kerak? Masalan, dunyo hozir mushta qutblarga bo'linyapti, urushlar bo'lishi mumkin. Xitoy urushiman deydi, o'zining strategiyasida dedi Xitoy armiyasini qanday kuchlantirdigini, 2030gacha Xitoyning tushishini qanday amalga oshirdigini bularning hammasini deb kelyapti. Unda bo'lgandan keyin bir urush portlash mumkinchiligi, dunyoda bir cho'ng o'zgarishlar bo'lish mumkinchiligi bor. Agar shunday bir mumkinchiliklar bo'lsa, Uyg'urlar o'zining taqdirini qayerda qanday hal qilish kerak, qanday hazır bo'lish kerak, nimalarga tayyor bo'lish kerak. Ya'ni hammamiz og'zimiz mustaqil bo'lishni orzu qilamiz deymiz. Bunda og'iz deb qo'ygan bilan quruq shuvar bilan bo'lmaydi bu ishlar. Buning qadam bosqichlarini besish kerak, buning hazırlıklarını yani professional bir şekilde hazırlash kerak, tayyor qilish kerak. Bunu tayyor qilish uchun nimalarni qilamiz? Masalan, biz nima qilmoqchi, ya'ni nima what we want, nimaga erishmoqchi, nima qilmoqchi, nimani orzu qiladigan bir xalq degan narsa muhim. Undan keyin nemishga bunday narsani orzu qiladi degan narsaga javob berish kerak. Undan keyin qanday qilamiz degan narsaga javob berish kerak. Masalan, qanday qilamiz? Hammamiz Sharq Turkistonning mustaqilligini orzu qilamiz deymiz. Buni qanday qilamiz deganda men kitobimda yozdim, maqolalarni yozdim. Başta şu özümüzün kanuni asaslarını, yani kanuni cihetten nimeler düşünmemiz, siyasi cihetten qanday hazırlık qılmamız, yani geostratejiya cihetten dünyanın vaziyetiga qanday hazırlanmamız. Bularning hammasini tafsili tushunish, tahlil qilish kerak. Uni men kitobimda yozgan, o'tganki e'lon qilgan kitobda. Bu mesela xalqaro qonunlar qarasak 742-moddasida UN'niki, BDT'ninki 742 numaralı maddesidir mi? General Assembly Resolution. Şu resolution'da mı? Şunu deydi mesela, işki işlerini bir taraf kılalaydıgan buluş gerek, müstakil buluş için BDT taraftan itiraf kılıngan buluş gerek, onun için nima qilish gerek debçu. Başka devletler bilen münasebet tikralaydıgan buluş gerek, diplomatik münasebet oruntalaydıgan buluş gerek, işte şartlarını hazır qilish gerek deb. Bunun narsalarni o'tirib qo'ydi. Bu oturup koyulgan şartlar asasen muşta buluş için bizim kanuni cihetten özümüzü hazırlaşımız gerek. Siyasi cihetten özümüzü hazırlaşımız gerek. Bunda hazırlaş için maya bir nersini kıstırıp ötey, bu kanun BDT'de oturup koyulgan. Besivilgan devletlerge qartılgan. Yani colonized bolgan devletlerge qartılgan. O hergiz mu indigenous people'larga yoki asallık milletlerge yoki başka devletler bitin hiç qanday tajavuzga uçurmagan bir ahya devlet kurulup bakmagan ahyani xalqlar bisvagan mesela indigenouzniki devlet kurmagan sen biz quruq yani biz kirib devlet qurduk deydigan alım. Unday yerlerge qartılmagan. Faqat colonized nation'ga qartılgan bu kanunlarning asasen şu mustaqil bo'lish kerak, bu mustamlikidan qutulish kerak degan. Mesela bu 742 numaralı resolution mu ya şu mandaq 3 narsani ko'rsatdi yoki o'zi xolab öz taqdirini o'zi belgilash qonuni bo'yicha bu xalqlar mustaqil bo'lish kerak yoki ayrilib chiqaman desa shu o'z taqdirini o'zi belgilash qonuni bo'yicha ayrilib chiqib mustaqil bo'lish kerak, ayrilmayman desa shular bilan birga yashash kerak yoki avtonomiya olaman desa avtonomiya ilib yashash kerak deb shu narsalarni o'tirib qo'ydi. Endi shu o'z taqdirini o'zi belgilash bo'yicha tashqi jihatdan, ya ichki jihatdan dedim, ichki jihatdan degan shu bismillah davlat bilan birga yashash degan ko'rsatdi. Tashqi jihatdan mustaqillikka erishish bu kanunlar bo'yicha bu
tashqi jihatdan o'z taqdirini o'zi belgilash orqali mustaqillikka erishish uchun bu yerda buning shartlari bo'lishi kerak. Buningga biz qanday hozirlanamiz deydigan narsa bo'ldi. Buningga hozirlanish uchun sen nima qilmoqchi, shu xalqning orzusi nima? Bu dunyo demokratik bo'lsa, butun davlat shu davlatda yashaydigan xalq nimani orzu qildi? Ya'ni shu xalqning orzusi bo'yicha bo'ladigan ish bu. U xalq orzu qilmasa, u xalqning orzusi birdek bo'lmasa, uni hal qilgan bo'lmaydi. Chunki bu biz o'zimizning zaminni o'zimiz hal qiladigan narsa. Boshqa xalq bizga mustaqil bo'l deb qo'ya olmaydi. Eng boshda shu xalq o'zi orzu qilish kerak. Shunga bu national will, ya'ni shu xalqniki mustaqillikni orzu qilamdi, avtonomiya bo'lib yashaymiz demdi, yoki shuning ichida inson haqlarimizni ba'zi bo'ldi, Xitoy bilan birga yashaymiz demdi, nima deydiganligi cho'qim aniq bo'lishi kerak. Bu prinsiplar aniq bo'lmay turib, biz boshqalarni qoyil qilolmaymiz. Chunki o'zimizga aniq bo'lib, o'zimizni qoyil qilmay turib, boshqalarni qoyil qilish mumkin emas. Shunga oldi bilan buni o'ttirg'i tashlash kerak, masalan, davlatlarga sunish kerak. Bu narsalarni çünki masalan sürgün hükümet imzo to'plash kampaniyasi chaqiribdi. Bu menimcha nihoyat yaxshi bo'pti. Biz qo'lladik, bizning tashkilot imzo qo'ydi. Bu narsani biz bunday narsani orzu qildik. Sharq Turkiston xalqiniki national aspiration mana bu. Hargizmi avtonomiya emas, hargizmi Xitoy bilan birga yashash emas, cho'qim mustaqil bo'lish degan bir irodani, national willni ko'rsatdi. Bu shunga bu intayin muhim. Shuningga buningga avtonomiyani xohlamaydigan yoki Xitoy bilan birga yashashni xohlamaydigan, cho'qim mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi degan ideyada ching turadigan har qanday tashkilot xalqqa vakillik qilganligi uchun Uyg'urning tashkilotlari cho'qim qo'l qo'yishi kerak menimcha. Bu rad qiladigan, taraf tutadigan yoki uning qarab tutadigan narsa emas bu uchun. Şun bunun çoxum qo'l qo'yish kerak. Endi bunun qo'l qo'ygandan keyin, masalan, okey, sen mushtab bo'lmoqchi ekansan. Vay, nimishki bo'lsa, buning sening asosing nima, pakiting nima deydi. Buningga dunyo Uyg'ur kulturiy yaxshi qilibdi. Kitob yozyapmiz debdi. Undan burun men bu kitob yozgan, lekin mening shaxsiy bo'lgan bilan u yerda shaxsning yozgani yoki tashkilotning yozgani muhim emas. Menimcha ichidagi pakit muhim deb qarayman. Dünya Uyghur Kurultayı belki bular bir çoğun grup, hem de bir chet ellik olimlarni, tadqiqotchilarni chaqirib yozayotgan bo'lgan, texmo mukammal yaxshi yozishi mumkin. Bunday kitoblar qancha ko'p yozilsa, bunday dokladlar qancha ko'p yozilsa, shunchalik yaxshi, chunki bu Xitoyningki bular besilgan zamin emas degan narsani uruydigan narsada. Eng avval shu mustaqil bo'lish uchun bu qonunlar shu mustamlika qilingan, besilgan zaminlar mustaqil bo'lsin deganga qaratilgan qonunlar bo'lgandan keyin, shu qonunlar bo'yicha mustaqil bo'lish uchun eng avval o'zimizning besilgan zamin ekanligimizni isbotlashimiz kerak. Mesela ben kitabımda yazdım, tarihi cihetini ispatlab yazdım, kanuni cihetini ispatlab yazdım, geopolitika, geostrateji cihetini mustaqil bo'lsak, nima uchun muhim bo'lganligini ispatlab yazdım. Bu derslarni yani qanchalikcha yozilsa shuncha yaxshi bo'ldi. Dunyo Uyg'ur Kurultayı bu dokladni yozayotganda xabarim bor. Agar e'lon qilinsa, bu doklad sunilsa, bu imzoni kuchlantirguchi bo'ldi. Ya'ni xalqniki bu national aspiration'ni bundan vay, nimishki bular mustaqil bo'ladi degan narsaga bu isbot paket bo'lib bordi. Shunga bu bir ikkisini kuchlantiradigan, bir-birini to'liqlaydigan narsa. Bundan deyilqi biz qandoq aqant deb pek kichik boldek talishib kulgili ishlarni qilib shunsa reklam bo'lmaydi. Bo'lmaydi deb qo'yish. Shunga buni cho'qim shu dokladni yozilganini yaxshi bo'pti, uni yo'llash kerak, imzoni to'plash kerak. Menimcha shu Dunyo Uyg'ur Qurultayimi shu sürgün hükümet avatgan nimiga imzo qo'yisi bo'ldi. Tashkilotchi imzo qo'yish kerak Dunyo Uyg'ur Qurultayimi. Agar avtonomiyani xohlamaydiganlar bo'lsa, Xitoy bilan birga o'timiz, bir inson haqlarimizni ba'sili bo'ldi demaydiganlar ishi bo'lsa, o'zining shu hozir biz tayyorlayotimiz degan kitobidagi Sharq Turkiston besilgan zamin deb qo'ymay, besilgan zamin bo'lganligi uchun bundan qonunlar bo'yicha mustaqil bo'lish kerak. Bu bizning haqqimiz bu deydigan narsani o'tirib qo'ya oladigan ish bo'lsa, bu cho'qim Solihniki, ya'ni sürgün hukumatniki bu imzosini desteklab Dunyo Uyg'ur Qurultayimi menimcha imzo qo'yish kerak bunga. Hamma tashkilotlarning imzo qo'yish majburiyati. Shunga men shaxsan chiqib bu gapni qilishim bugun hamma tashkilot imzo qo'yisgan, mushni qo'llasgan endi. Chunki biz national aspiration'da, ya'ni xalqniki milliy irodasida birlikka kelib ko'rsatishimiz kerak. Unda ko'rsatmasak, hammasi deydi uchu, necha turg'unmi gapirdi, hammasi da'vatudi, shu chet elliklarmi, hammasi nima bo'lmoqchi bo'lgan xalq, orzuyinglar nima deydi. Ya'ni 80% sizlar debchu. Masalan, birisini Mao tashkilot, Mao Sharq Turkiston xalqiga reprezentativlik qiladi desakmi, hozir Dunyo Uyg'ur Qurultayyi o'zini Sharq Turkiston xalqiga, butun Sharq Turkiston xalqininki irodasiga vakillik qilaman desa, ayet sürgün hükümet çıkıp bu kılanmaydı çünkü bu bundan qilmagan deydi. Şuna eğer bu iradede birlik bo'lsa,
o vaqtida hammasi vakillik qila oladi. Ya'ni Sharq Turkiston xalqining bu tashkilotlar o'zini Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilaman deyish uchun Sharq Turkiston xalqininki national aspiration'ga, ya'ni milliy irodasiga vakillik qila olishi kerak. Shunga mushu Sharq Turkiston xalqining milliy irodasida birlikka kelish bu Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish xizmatlaridagi birinchi qadam. Mau irodada birlikka kelgandan keyin butun xalqning orzusi mushu. Buningdan boshqa yo'l yo'q deymiz. Onundan keyin buni why, nemishga deganni ashta kitoblar yozildi, dokladlar yozildi. Nemishga? Chunki bunda asosimiz bor. Qonuniy jihatdan asosimiz bor, siyosiy jihatdan asosimiz bor, tarixiy jihatdan asosimiz bor. Deb buni isbotlab o'tirg'i tashlaydigan gap, undan keyin talishadigan gap. Ya'ni butun unda desamda bunda talishib bilan biz mustaqil bo'la olamiz deysizlar. Chunki hozir qo'ral bilan bo'ldi, urush bilan bo'ldi deysizlar, to'g'ri. Hamma narsaning soft va yumshoq tarafi va qattiq tarafi bo'ldi. Chunki bu talishishmi yumshoq tarafi. Faqatlam qattiq qo'l bilan bir ishni hal qilgani bo'lmaydi. Qurolliq urushmi lozim bo'lganda necessary, ya'ni ehtiyojli bo'lishi mumkin. Lozim. Chunki bir xalqning o'zini qo'llaydigan bir kuchi bo'lmay turib, u o'zining erkinligiga yetishi mumkin emas. Shuningga bu o'zini nima qiladigan kuchi bunaydi muhim. Qo'llaydigan askariy kuchi bunaydi, muhim buni yetishtirish. Bunga bo'lish kerak. Ammo soft power, yumshoq powerda, ya'ni shunda qonuniy asosimizni, siyosiy asosimizni tarixiy faktlar bilan, qonuniy faktlar bilan o'ttirg'i tashlash bu muhim. Undan keyin bizning nima qilmoqchi bo'lgan xalqimizda national willda birlikka kelishimiz, ya'ni millatningki irodasida, Sharq Turkiston xalqining milliy irodasida birlikka kelgan birli irodani o'ttirib qo'yish bu nihoyatda muhim. Shunga bu kichik ish emas. Shunga ma imzoni salcha qilmay bütün tashkilotlar bo'lsa, amina deganim bu dunyo qurultayı imzo qo'yib ketmaydi, lekin xalq pressure bisim qilsa imzo qo'yish mumkin. Bütün tashkilotlar including Dünya Qurultayı'nın öz ichiga olgan barliq tashkilotlar mushu national will'da birlikka kelish uchun yana ta'kidlayman, agar o'zini biz avtonomiya talab qilamiz, biz Xitoy bilan birga yashaymiz demaydiganlar ishi bo'lsa, bu iroda ularningki nimasiga zid kelmaydigan bo'lgandan keyin imzo qo'yish kerak. Shuningga bu nihoyatda muhim. Bu imzoni to'plashimiz kerak. Hammalarning kuch chiqarishini umid qilman. Men shaxsan bir nima qilish, encourage, ya'ni ilhom va xalqni shunga da'vat qilish uchun butun ushaq tushak, ya'ni barliq tashkilotlarni buni qo'zg'ash uchun men qo'llab bu yerda gap qilyapman. Rahmat sizlarga.